Ikkita o'zbek dunyo rekordini yangilash uchun bugun bizning 66-kunimizda o'rtoqlar qaranglar. Biz hozir Avstriyaning tog'li zonasiga kirib ketyapmiz. Avstriyadan 3-5 kunda chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Kuniga 50 kilometrdan yuryapmiz hozir biz. Bizdan o'ylantirgan narsa Avstriyaning tog'larida ayiq bor ekan. O'shaning uchun biz eng o'ylanib turgan narsamiz ayiqdan ehtiyot bo'lish kerak. 3 xil ayiq bor o'zi. Bittasi qo'ng'ir ayiq, grizli, короче, ikkinchisi qora ayiq, uchinchisi oq ayiq. Oq ayiq bilan urishganlarning foydasi yo'q. Baribir yengilishlar %100, 99,90% inson o'lar ekan oq ayiqni ko'rsa, короче. Ikkinchi turi qo'ng'ir ayiq, ya'ni grizli. Grizlini ko'rsanglar play dead deydi. O'zingizlar o'lik hisob yozsanglar, bu sizlarga o'ta asq o'tadi, chunki qo'ng'ir ayiq grizli ayiqi o'lik narsalarni yemaydi. Uchinchisi qora ayiq. Qora ayiqni ko'rsanglar fight back deydi. Qora ayiq bilan faqat urishishgina qutulasizlar. O'zingizlarni katta ko'rishinglar kerak. Bird spraydan foydalansanglar bo'ladi, короче. Qo'lingizga xodob ursanglar bo'ladi, biramallab o'shani qilsanglar bo'ladi. O'shaning uchun biz eng o'ylanib turgan narsamiz hozir ayiq bo'lyapti. Agar sizlar ayiq bilan duchma-duch keladigan bo'lsanglar, nima qilasizlar? Biz yo'limizdan qaytmaymiz. O'zbek hech qachon yo'lidan qaytmagan. Biz Portoga borib tarixni yozamiz. O'zbeklarning tarixini hech kim yangilolmaydi. Biz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Sizlar kommentlarni prosta portlatib bizga yordam berib tursanglar bo'ldi. O'zbekiston olg'a!